Do'stlar, agarda ekranning shu burchagida muqova ko'rinsa, demak bilingki, gapirilayotgan mavzu haqida kanalimda alohida to'liq video bor. Kanalga o'tib, uni ko'rib chiqishingiz mumkin. Ispaniya va Portugaliyaning dengizdagi kashfiyotlarini kuzatib turgan Angliya qiroli Genrix 7 Osiyoga yo'l ochish bo'yicha Jon Cabotga topshiriq beradi. Kristofor Kolumb birinchi ekspeditsiyasini amalga oshirgandan 5 yil o'tib, Jon ham g'arbga suzadi va Newfoundland qirg'oqlariga suzib keladi. Shu yerda qiziq ma'lumotni aytib o'taman. Kolumb 5 yil oldin Karib orollariga yetib kelgan bo'lsa-da, Amerikaning qit'a qismiga faqatgina 1498-yilda, ya'ni Cabotdan 1 yil keyin suzib keladi. Shunda Amerikani kim ochgan bo'ladi? Kolumbmi yoki Cabotmi? Shundan keyin yana boshqa sayohatni amalga oshirgan Cabot Angliyaga qaytib kelmaydi va taqdiri noma'lumligicha qoladi. Angliya dengiz ortidagi koloniyalarini yaratishni vaqtincha to'xtatadi. Angliya shahzodasi Artur Ispaniyaning katolik monarxlari Izabella va Ferdinandning qizi Malika Yekaterinaga uylangan edi. Ammo Artur ko'p o'tmay bu dunyoni tark etadi. Moliyaviy masalalar sababli va Fransiyaga qarshi tuzilgan ittifoqni qo'ldan chiqarmaslik maqsadida ikkala taraf kelishib, Yekaterinani Arturning ukasi Genrix 8-ga uzatishadi. Ketma-ket bir qancha o'lik farzand tug'ilishi va tug'ilgani ham vafot etishidan keyin oilada Mariya ismli qizaloq tug'iladi. Biroq qirol taxtni o'g'il farzandga qoldirish niyatida edi. Borgan sari Yekaterinadan qalban yiroqlashayotgan Genrix Anna Boleynga oshiq bo'ladi. Rafiqasidan ajrashish uchun qirol Rim papasiga murojaat qiladi, biroq Ispaniya qiroli Karl V Klement 7-ni asirga olgan edi. Papa nikohni bekor qilishdan cho'chiydi. Sababi Yekaterina Karlning xolasi edi. Shundan keyin Genrix papaning katolik cherkovidan yiroqlashish maqsadida Angliyadagi ibodatxonalarni davlatga xoinlikda ayblaydi. Reformatsiyaga xayrixohlik ko'rsatib, protestantlikka yo'l ochib beradi. Shunda ingliz reformatorlari, ya'ni xristianlik dinidagi qarashlar yaxshilanishi yoki yangilanishini xohlovchi diniy novatorlar Yekaterina va Genrixning nikohini bekor qilib beradi. O'sha yilning o'zida Anna qirolga qizaloq farzand hadya etadi. Ammo o'g'il dardida yurgan Genrix Yelizaveta tug'ilganligiga xursand bo'lmaydi. Vatikandan ajralib chiqishni o'ziga reja qilgan Angliya parlamenti 1534-yilda qirolni Anglikan cherkovining oliy rahbari etib e'lon qiladi. Protestantlikni tanlagan Angliya va katolik yo'nalishini saqlab qolgan Ispaniya ashaddiy dushmanlarga aylanishni boshlaydi. Ko'p o'tmasdan o'g'il farzand bera olmagan Anna Boleyn qirolga xiyonatda va davlatga xoinlikda ayblanib qatl etiladi. Genrix 8-vafotidan keyin hokimiyat uning 3-xotinidan tug'ilgan o'g'li Eduard boshqaruvga o'tadi. 9 yoshli qirol mamlakatni regentlar yordamida boshqaradi. Biroq yosh qirol 15 yoshida xastalik sababli dunyoni tark etadi. Uning o'rniga Yekaterinaning qizi Mariya I keladi. Qonxo'r Mariya taxtga o'tirishi bilan katolik e'tiqodini yana qayta tiklaydi. Gulxanlar yondiriladi. Protestantlar qatl etiladi. Shu vaqtlarda Angliya Moskva kompaniyasiga asos solib, Moskva podsholigi bilan savdo aloqalarini yo'lga qo'yadi. Jun va metall tovarlarini sotib, mo'yna, kannabis tolalari va mum sotib oladi. Ispaniya qiroli Filip II Mariyaga uylanadi, ammo parlament Filipga Angliya qiroli maqomini bermaydi. Yevropadan tarqalgan isitma kasalligi 1558-yilda Angliyaning janubiy sohillariga ham yetib keladi hamda aholining juda katta qismini o'zi bilan olib ketadi. O'sha yilning o'zida ushbu kasallikka chalingan Mariya Tudor taxtni Yelizavetaga qoldirib, olamdan ko'z yumadi. Qirol Genrix navbatdagi 5-xotinini qatl qilganda, yosh Yelizaveta nikoh tuzishdan nafratlanib qolgandi. Taxtga o'tirgan 25 yoshli qirolicha reformatsiyani davom ettirishni ma'lum qiladi. Genrix 8 tomonidan qabul qilingan, ammo Mariya qonxo'r davrida bekor qilingan suprematiya qonuni, ya'ni qirolning Angliya cherkovidan ustunligini o'rnatuvchi qonun Yelizaveta davriga kelib, yana qayta tasdiqlanadi. Yagona ibodat tartiblari to'g'risidagi qonun Anglikan dinining yagona udumlarini belgilab beradi. Qirolicha Anglikan cherkovining oliy boshqaruvchisi etib belgilanadi va cherkov Vatikandan to'liq uziladi.
Shotlandiyaning qirolichasi Mariya Stuart Genrix 8-ning chevara jiyani edi. Bundan tashqari u Fransiyaning qiroli Fransisk II-ning ham turmush o'rtog'i. Ammo Fransisk erta vafot etgach, Mariya Shotlandiyaga qaytib keladi. U qarindoshligi uchun Angliya taxtiga da'vogarlik qiladi. Esingizda bo'lsa, katolik cherkovi Genrix 8 va Yekaterinaning nikohini bekor qilmagandi. Demak, Annadan tug'ilgan Yelizaveta diniy qarashlarda noqonuniy farzand hisoblangan va bu yetmagandek, Yelizaveta protestantlikni qo'llab-quvvatlaganligi sababli yeretik ham deb tanilgan. Mariya esa katolik bo'lganligi sababli Vatikan tomonidan Angliya tojiga munosib nomzod deb topiladi. Mariya Shotlandiya gerbiga Angliya tojini chizdiradi. Bu Yelizavetaning g'azabini uyg'otadi. Shotlandiya Angliya taxtiga ochiqchasiga da'vogarlik qilayotganligini anglatardi. Mariya Stuartning ikkinchi eri baxtsiz hodisa sababli vafot etarkan, muxolifatchi lordlar uning o'limida qirolichaning qo'li borligini ta'kidlab, Mariyani xiyonatda ayblaydi va Shotlandiyadan quvishadi. Mariya Angliyaga qochadi. Yelizaveta Mariyaga taxtni qaytarib olib bergisi kelmaydi, aksincha uni Sheffield qasrida kuzatuvda saqlaydi. Quvilgan Shotlandiya qirolichasi Yevropa mamlakatlari bilan maktublar almashib turadi. Yelizavetani ag'darib taxtni Mariyaga olib berish bilan bog'liq fitnalar fosh etiladi. Bunaqa kelishuvlarda Mariyaning ishtiroki isbotlanmaydi, lekin uning ismi bunday voqealar atrofida tez-tez yangray boshlaydi. 1577-yilda ingliz privateri, men aytgan bo'lardimki, ingliz qaroqchisi Francis Drake Ispaniyaning yangi dunyodagi portlariga hujum qilish va tadqiqot o'tkazish maqsadida o'zining dunyo bo'ylab sayohatini boshlaydi. 1583-yilda Humphrey Gilbert Newfoundlandga yetib kelib, uni Angliya tojiga tegishli ekanligini e'lon qiladi. Walter Raleigh hozirgi Shimoliy Karolinaga suzib kelib, Roanoke koloniyasiga asos soladi. Qirolichaning bokiraligi sababli bu yerlarga Virginia deb nom beradi. Biroq oziq-ovqat va zaxiralar ozligi sababli koloniya yo'qotiladi. Bu yerda yangi dunyoda tug'ilgan birinchi ingliz farzandi Virginia Dare tug'iladi. Niderlandiya aholisi Ispaniya hukmronligiga qarshi kurash olib borarkan, Yelizaveta ularni qo'llab-quvvatlab Nonsach shartnomasini imzolagandi. Ispanlarga qarshi kurashish uchun harbiy kuchlar jo'natiladi. 1586-yilda Yelizavetani o'ldirish niyatida yurgan yosh katolik Anthony Babington shotlandiyalik Mariya bilan maktub almashadi. Xatda Mariya qirolichaning o'limi to'g'risida xohish bildirmasa-da, mamlakatda o'zgarishlar o'tkazish zarurligiga ishora qiladi. Fitna fosh etilgach, Yelizaveta uzoq ikkilanib, Mariyani qatl etishga rozilik beradi. Yelizavetani endi buyuk ishlar kutardi. Paragraf 961 Britaniya imperiyasi haqida. 1587-yilda Francis Drake Ispaniyaning Kadisiga hujum qiladi. Bundan tashqari Atlantikadagi ingliz qaroqchilari Ispaniya portlari va galeonlariga uzluksiz hujum qilishi, Angliya yerlarida katolitsizm o'z kuchini tobora yo'qotishi esa ispanlarni Angliya qirg'oqlariga Grande y Felicissima armadasini jo'natishiga majbur qiladi. Yengilmas armada o'ta bahaybat kemalardan tarkib topgan va inglizlarning epchil kemalari oldida beso'naqa edi. O't qo'yilgan ingliz brander kemalari esa ispanlarning galeonlariga urilib, ularni yondiradi. Armada shimolga qarab chekinishga majbur bo'ladi, ammo shamolga duch kelib, ular Shotlandiya va Irlandiya atrofida suvlarga g'arq bo'ladi. Qirg'oqqa tushgan ispanlar qatl etiladi. Armadaning qolgan qismi esa Ispaniyaga sharmanda bo'lib qaytadi. Usmoniylar imperiyasi bilan savdo qilish uchun inglizlar Levant kompaniyasiga asos soladi. Kompaniya a'zolari o'z mablag'i hisobiga faoliyat yuritadi. Hali 9-asrlardayoq Irlandiya Angliyaning nazoratiga tushib qolgandi. Irlandlar mamlakatga kirib kelayotgan ingliz protestantlari va Angliyaning kolonizatsiyasiga qarshi qo'zg'olon ko'taradi. Ispaniya irlandiyalik sardorlarga ko'mak ko'rsatadi, ammo samarasiz. Mag'lub bo'lgan qo'zg'olonchilar inglizlarning hokimiyatini
tan oladi. Angliya bu yerlarda o'z hukmdorligini mustahkamlaydi. 1600-yilda Yelizaveta Ost-Indiya kompaniyasini tashkil qiladi. Kompaniya Hindistonda savdo qilish uchun ulkan imtiyozlarni qo'lga kiritadi. Britaniya kelajakda aynan Ost-Hindiston kompaniyasining qo'llari bilan Osiyoda ekspansiya, ya'ni kengayishni amalga oshiradi. Kompaniya ko'plab urush va tadbirlarda ishtirok etib, yovuzlik timsoliga aylanadi. Sog'lig'i yomonlashib, tashqi qiyofasi borgan sari xunuklashib ketayotgan Yelizaveta o'ziga yaqin bo'lgan kishilar va maslahatchilarni birin-ketin mangu dunyoga kuzatadi. Depressiya va melanxoliyaga tushib qolgan qirolicha 1603-yilda so'nggi nafasini chiqarib, Tyudorlar boshqaruviga nuqta qo'yadi. Taxtni o'sha raqibasi Mariya Stuartning o'g'li Shotlandiya qiroli Yakov I-ga qoldiradi. Hokimiyatga Stuartlar keladi. Angliya va Shotlandiya yagona qirol boshqaruvi ostida qolsa-da, mamlakatlar alohida saqlanib qoladi. Do'stlar, videoni shu joyga yetgan bo'lsangiz, iltimos like bosishni unutmang. Izohlarda qaysi mavzuni ko'rishni xohlashingizni ham yozib qoldiring. Faqat bitta talab jahon tarixi va YouTube'da kamdan-kam uchraydigan mavzular bo'lsin. Yana bitta iltimos, aytilgan ma'lumotlarni doim mustaqil o'rganib chiqing, tekshirib ko'ring. Kanalni qo'llab-quvvatlaganlarga alohida rahmat aytaman. Obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Endi esa mavzuga qaytamiz. Hokimiyatga kelgan Yakov Ispaniya bilan urushga chek qo'yadi. Koloniyalar yaratishda Ispaniya va Fransiyadan ortda qolgan Angliya West Hindistonda koloniyalarga asos solishga urinadi, biroq harakatlar samara bermaydi. Katolik bo'lgan Mariya Stuartning o'g'li Yakov I taxtga kelishi katoliklarni xursand qiladi, ammo Yakov katoliklarni qo'llab-quvvatlamaydi. 1605-yilda bir necha kishidan iborat jinoiy guruh nutq so'zlashni reja qilgan qirolni porx yordamida portlatmoqchi bo'ladi. Ammo fitna fosh qilingach, qo'lga tushgan terrorist Guy Fawkes safdoshlarini oshkor qilgach, jinoyatchilar hammasi qatl etiladi. Bugun ham 5-noyabr an'anaviy bayram ko'rinishida nishonlanadi va Guy Fawkesning manekeni yondiriladi. Angliya nihoyat Shimoliy Amerikada Virjiniya koloniyasining Jamestownida birinchi doimiy aholi punktiga asos soladi. Biroq Jamestownda ham zaxira tanqisligi seziladi. Roanoke koloniyasining taqdiri takrorlanmasligi uchun Angliya koloniyaga ta'minot kemalarini jo'natadi. Shulardan biri Sea Venture kemasi bo'ron sababli Bermud orollari atrofida suv ostiga ketadi. Inglizlar kimsasiz ushbu orollarga kelib jon saqlaydi. Bermud orollari Angliya tomonidan koloniyaga aylantirilishi boshlanadi. Ehtimol Shekspir bo'ron piyesasini aynan shu voqealardan ilhomlanib yozgan. 1612-yilda Ost-Indiya kompaniyasi podshoh Jahongir ruxsati bilan Suratda savdo faktoriyasini ochishga muvaffaq bo'ladi. Kompaniyaning bu yerdagi asosiy raqiblari bundan 100 yil oldin kelib joylashgan portugaliyaliklar edi. Qolaversa, Gollandiyaning Dutch Ost-Indiya kompaniyasi ham allaqachon qudratga erishib bo'lgan. Uning kapitali inglizlarning Ost-Indiya kompaniyasinikidan 10 barobar kattaroq. Inglizlar ularga raqiblik qila olmasdi. Gollandiyaliklar esa portugallarni bu mintaqalardan siqib chiqarayotgan edi. Kechagina Ispaniyaga qarshi kurashgan ittifoqchilar sekin-asta raqiblarga aylanayotgandi. Afrikaliklarni Amerikaga sotish avjiga chiqqan paytlar qullarni olib kelayotgan Portugaliya kemasi ingliz kemalari tomonidan egallanadi. Qullar ikkala kemalar tomonidan bo'lib olinadi va White Lion kemasi ilk bor ingliz koloniyasiga 26 ta qullarni sotadi. Qullar Virjiniya koloniyasida tamaki yetishtirish uchun ishlatiladi. Arzon ishchi kuchiga talab bor ekan, shu voqeadan keyin ingliz koloniyalariga ham keng ko'lamda qullar yetkazib berilishi boshlanadi. Anglikan cherkovini to'liq inkor qiluvchi va demokratik boshqaruvni istagan protestantlarning Brownist qismi o'z e'tiqodlariga erkin amal qilish maqsadida Virjiniyaga qarab suzadi. Ammo ob-havo sababli ular yangi Angliyaga kelib qoladi. Piligrimlar Plymouth koloniyasiga asos soladi. Bu joylar Virjiniya yurisdiksiyasida emas ekan, kelgindilar qandaydir boshqaruv tizimini yaratish kerak. Aks holda hamma o'zicha shep, o'zicha krutoy bo'lib ketadi. Anarxiya boshlanadi.
Shunda ular Mayflower kelishuvini imzolashadi. Ular o'zlarini tartib va qoidalarga asosan boshqarishga kelishadi. Kelishuv Amerikada konstitutsionalizmning ilk ko'rinishini tasvirlab beradi. Qirol Yakov Ispaniya bilan munosabatlarni yaxshilashni istaydi. U o'g'li shahzoda Karl I-ni Ispaniya malikasiga uylantirmoqchi bo'ladi. Ammo sovchilik samarasiz bo'lgach, parlament bosimi ostida Ispaniyaga urush e'lon qiladi. Qirol vafot etgach, taxtga Karl keladi. Otasi davrida Angliya, Daniya va Pfalz hamda Germaniyaning protestant davlatlari bilan Ispaniyaga qarshi urushga qo'shilgan edi. Yosh qirol otasining siyosatini davom ettiradi, biroq mamlakat iqtisodiyoti og'ir ahvoldaligi va jang qilishda Karlning no'noqligi sababli Angliya parlamenti urushga mablag' ajratgisi kelmaydi. Natijada parlament yana takror tarqatib yuboriladi. Soliqlar majburan o'ndiriladi. Qarshi chiqqanlar qamaladi. Shunda yangi parlament haq-huquqlar to'g'risidagi petitsiyani qirolga taqdim etadi. Qonun soliqqa tortish masalasida qirolni tiyib turuvchi hujjat edi. Shundan keyin qirol mamlakatni parlamentsiz boshqarishni qaror qiladi. Anglikan cherkovining udumlari Shotlandiyaga ham tatbiq qilinishi oqibatida shotlandlar oyoqqa turadi. Ular qirol armiyasini tormor qilib Angliyaga kirib keladi. Qirol tinchlik sulhini tuzishga majbur bo'ladi va obro'yi yanada pasayadi. Endi Karl shotlandiyaliklarga kompensatsiya to'lash uchun parlamentdan yana mablag' so'raydi. Bunga javoban parlament qirol tomonidan suiiste'mol qilingan ishlarning ro'yxatini tuzadi. Shunday qilib, cherkov yerlari tarqatilganda ularni qo'lga kiritib qolgan yangi boylar, savdogar va ishlab chiqaruvchilar parlament tomonida va eski yer egalari hamda feodal tuzum tarafdorlari, royalistlar qirol tarafda ikki lagerga bo'linadi. Bundan tashqari Anglikan cherkovida katolik udumlari saqlanib qolganligi ham Angliya inqilobi boshlanishiga o'z hissasini qo'shadi. Irlandiya koloniyaga aylantirilishi va dala yerlarini inglizlar olib qo'yishlari sababli irlandiyalik katoliklar isyon ko'taradi. Isyon esa milliy ozodlik qo'zg'oloniga aylanib ketadi. Angliyada parlament qirol vakolatlarini qisqartirish harakatlarini davom ettirardi. Mansablarga tayinlashdan nomzodlar parlament tomonidan ma'qullanishi so'raladi. Qirol talablarini inkor qilib Nottinghamdan Londonga yurishni boshlaydi. Biroq oddiy aholi royalistlarni to'xtatadi. Parlament armiyasi bir nechta janglarda g'olib chiqqach, Karl Shotlandiyaga qochadi. Biroq qirol Shotlandiyada qamoqqa olinadi. Birinchi ingliz fuqarolar urushi o'z yakuniga yetadi. Angliya parlamenti Shotlandiya parlamentidan qirolni katta pulga sotib oladi. Parlament yangi tuzilgan armiyaning radikal kayfiyatini biroz susaytirish maqsadida ularni Irlandiyada bo'layotgan qo'zg'olonga jo'natib, ulardan qutulmoqchi edi. Armiya esa parlament va qirol kelishib ketishidan qo'rqib, qirolni o'g'irlab ketishadi. Armiya parlamentda saylovlar tez-tez o'tkazilishini va diniy erkinliklarni talab qiladi. Harbiylar Londonni egallab oladi. Qirol esa hokimiyatni yana o'ziga qaytarish maqsadida Shotlandiya bilan yashirincha kelishuv tuzishga kirishadi. Xullas, kasha. Ko'p o'tmay qirol White oroliga qochadi. Protestantlikning presbiterian yo'nalishiga yo'l ochib berishni va'da qilib, Shotlandiyadan harbiy yordam kutadi. Ammo Cromwell Shotlandiya armiyasini mag'lub etadi. Mag'lub bo'lgan Karl I qon to'kilishida aybdor deb topiladi. Ikkinchi ingliz fuqarolar urushi o'zining mantiqiy nihoyasiga yetadi. Burjuaziya g'olib chiqadi. Armiyaga tayangan Oliver Cromwell respublikani e'lon qiladi. Inglizlar Barbadosda shakar plantatsiyalarini tashkil qilib, Afrikadan qullarni olib kelib ishlatadi. Bundan kelgan daromadlar orolni eng muvaffaqiyatli koloniyaga aylantiradi. Shakar ishlab chiqarish esa Karib hududlari bo'ylab keng yoyiladi. 1651-yilda Angliya parlamenti Shimoliy Amerikada o'zining pozitsiyasini mustahkamlash maqsadida navigatsiya qonunini chiqaradi. Unga ko'ra, Angliya va uning koloniyalari faqatgina ingliz kemalarida olib kelgan tovarlar bilan savdo qilishi mumkin. Dunyodagi eng kuchli tijorat flotiga ega gollandiyaliklar qonunni ba'zan buzadi. Bunga javoban ingliz qaroqchilari qonunga tayanib, ularning kemalarini talon-taroj qilishni boshlaydi. Natijada 100 yildan ortiq davom etadigan va tanaffuslar bilan 4 bosqichda olib boriladigan Ingliz-Gollandiya urushlari boshlanadi. Urushlar asosan dengizda olib boriladi.
Cromwell davrida Angliya yana eski mavzu Ispaniya bilan urushni davom ettiradi. Santo Domingoni egallab ola olmagan inglizlar Yamaykani bosib oladi. Oliverning o'g'li Richard otasi vafotidan keyin armiyani samarali boshqara olmaydi va boshqaruvni topshiradi. Eski tuzum tarafdori royalist general George Monk vaziyatni ko'rib Londonga bostirib keladi. Monarxiya tiklanadi. Karl II 3 ta qirollikning taxtiga taklif qilinadi. Shunday qilib uzoq davom etgan Angliya inqilobi o'z yakuniga yetadi. Biroq Angliyada feodal tuzum qulaydi. Kapitalizmga yo'l ochiladi. Qirolning moliyaviy so'rovlari parlament tomonidan ko'rib chiqilishi o'rnatiladi. Cherkov aholi mafkurasiga ta'sir o'tkazish monopoliyasini qo'ldan chiqaradi va parlamentga bo'ysundiriladi. Savdo va ishlab chiqarish erkinligi belgilanadi. Fandagi erkinlik va erkin fikr hamda erkin tajribalar o'tkazish esa texnika rivojlanishiga olib kelib, kelajakda qishloq xo'jaligi va sanoat sohalarida yuz beradigan inqiloblarga yo'l ochib beradi. Angliya inqilobi Yevropaning barcha davlatlariga o'z ta'sirini o'tkazadi. England G'arbiy Afrikaning sohillarida oltin va fil suyaklari bilan savdo qilsa-da, ularni yana boshqa faoliyat, qullar savdosi qiziqtirar edi. Buning uchun qirollik Afrika kompaniyasini tashkil qiladi. Mazkur kompaniya uchburchakli savdoni rivojlantiradi. Kemalar Yevropadan Afrikaga qurol, metal buyumlari va idish-tovoqlar olib kelib, Gvineya bo'g'ozida qullarni ortib, ularni Braziliyadagi olmos konlari hamda Karib hududlarining kofe va shakar plantatsiyalariga sotadi. Amerikadan ortilgan shakar, tamaki, paxta, yog'och va rom mahsulotlarini qayta Yevropaga yetkazib beradi. Tarix davomida Britaniya 3,5 millionga yaqin qullarni Amerikaga olib o'tgan. Ochlik va gigiyena yo'qligi sababli olib o'tiladigan har 7 ta quldan 6 tasi yo'lda vafot etgan. Gollandiyaga tegishli Yangi Amsterdam Angliyaning 2 ta koloniyasi o'rtasida joylashgan edi. Bundan tashqari, Gudson daryosining quyilish joyida joylashgan shahar Shimoliy Amerikaning ichki hududlariga yo'l ochib beradi. Gollandiya ichki muammolar bilan ovora bo'lib turganda, Angliya Yangi Amsterdamni bosib oladi. Unga New York nomi beriladi. Natijada 13 yilga tinchigan Ingliz-Gollandiya urushi yana 2 yillik harakatga keltiriladi. Gollandiyaliklar ingliz kemalarining obro'yini to'kadi, navigatsiya qonuni bo'yicha taqiqlarni biroz yengillashtirishga ham erishadi. Biroq Angliya o'zining kolonial ishtirokini kuchaytiradi. London ko'chalari o'sha vaqtlar juda iflos edi. Gigiyena va sanitariya ahvoli achinarli ekan, sichqon va kalamushlar uchun juda yaxshi sharoit yaratilgandi. Natijada 1665-yilda 100 mingga yaqin aholini o'zi bilan olib ketgan Londonning buyuk o'lat epidemiyasi tarqaladi. Bu yetmagandek, bir yil o'tib nonvoyxonalarning birida boshlangan Londondagi buyuk yong'in sodir bo'ladi. Yana 100 mingga yaqin aholi boshpanasiz qoladi. Lekin ikkala voqeadan keyin o'zgarishlar amalga oshirilib, sanitariya holati yaxshilanadi, yog'ochdan qilingan uylar endi g'isht va toshlarga almashtiriladi. Angliyada uylarni g'ishtdan qurish ehtimol shu voqeadan keyin ommalashgan. Fransiya Gollandiyani zaiflashtirish maqsadida unga qarshi urush boshlagan edi. Angliya 2 yil oldin Fransiya bilan maxfiy pakt tuzib, Gollandiyaga qarshi ittifoqqa kirishgandi. Bu esa inglizlarni yana 3-chi Ingliz-Gollandiya urushiga tortib ketadi. Inglizlar yana kemalarini yo'qotadi. Gollandiya New Yorkni qaytarib oladi. Fransuzlar katoliklar edi. Protestant hisoblanmish Angliya esa katolik fransuzlar bilan ittifoqda boshqa protestant mamlakat bo'lmish Gollandiyaga qarshi jang qilishi uyat edi. Shuning uchun parlament qirolni tinchlik tuzishga majbur qiladi. Shartnomaga ko'ra New York tag'in inglizlarga qaytarib beriladi. Karl II yana absolyut hokimiyatni qo'lga kiritmoqchi, Anglikan cherkovini yana ustun qo'ymoqchi va inqilobda ishtirok etganlarni ta'qib qilmoqchi edi. U ta'qibga tushganlarni sudsiz, tergovsiz qamashni boshlaydi. Bunga javoban parlament qonun qabul qilib, hech kim sudsiz hibsga olinmasligini tasdiqlab qo'yadi. Habeas corpus qonuni. Karl vafotidan keyin taxtga uning ukasi Yakov II keladi.
katoliklarni qo'llab-quvvatlovchi qonunlari va armiyaga katoliklarni jalb qilishi mamlakat yana katolitsizmga qaytayotganligini anglatardi. Shunda bir guruh parlament a'zolari Yakovning protestant qizi Mariyaning turmush o'rtog'i Vilgelm Oranjga murojaat qilib, undan protestantlikni himoya qilishni so'raydi. Vilgelm Angliyaga kirib keladi. Qirolning norozi bo'lib yurgan armiyasi esa unga qo'shiladi. Yakov mamlakatni tark etib Fransiyaga qochadi. Parlament Yakovni taxtdan ketganligini e'lon qiladi. Shunday qilib shonli inqilob yoki boshqacha nomida aytganda qon to'kilmagan inqilob o'z yakuniga yetadi. Vilgelm haq-huquqlar bayonnomasini qabul qiladi. Endilikda qirol parlamentni tarqatib yubora olmaydi. Parlament ruxsatisiz soliqlarga o'zgartirishlar kiritilmaydi. Parlamentda so'z erkinligi va bahs erkinligi himoya qilinadi. Og'ir jazolarga barham beriladi. Qonun kelajakda Amerika Qo'shma Shtatlarining konstitutsiyasi va Fransiyaning inson huquqlari to'g'risidagi deklaratsiyasiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Angliyaning muhim qonunlaridan biriga aylanadi. 1700-yilda Ispaniyalik Gabsburglarning so'nggi vakili vafot etadi. Taxtni qarindoshi va Burbonlar avlodi hisoblanmish fransiyalik Filip V ga qoldiradi. Ispaniya va Fransiya endi yagona qirol ostida birlashib, Yevropa mamlakatlarining mazzasini qochirishi mumkin. Angliya va boshqa davlatlar xavotirga tushadi. Natijada Ispaniya vorisligi uchun urush boshlanadi. Angliyaning o'zida esa qirollik taxti katoliklarga berilmasligi to'g'risida qonun qabul qilinadi. 1-may 1707-yilda Angliya va Shotlandiya Uniya qonunini qabul qilib, ikkala qirollik bitta toj va Londondagi yagona parlament ostida birlashadi. Siyosiy xaritada Buyuk Britaniya qirolligi paydo bo'ladi. 13 yil davom etgan Ispaniya vorisligi uchun urush kompromisslar bilan yakunlanadi. Buyuk Britaniya Ispaniya koloniyalariga qul yetkazib berish bo'yicha monopoliyani Asentani fransuzlardan olib qo'yadi. Fransiyadan Newfoundland va Akadiyani, Ispaniyadan esa Menorka va Gibraltarni qo'lga kiritadi. Gibraltar Britaniya uchun muhim harbiy dengiz bazasiga aylanadi. Britaniyaliklar endi Atlantikadan O'rta Yer dengiziga olib kiruvchi koridorni nazorat qiladi. Fransiyaning dengizdagi qudrati yo'q qilinarkan, Britaniya floti Yevropada birinchi o'rinni egallaydi. Buyuk Britaniya va Fransiya dunyo bo'ylab koloniyalar yaratish bo'yicha bir-biriga raqiblik qilayotgan edi. Ular Shimoliy Amerikada ayrim hududlar bo'yicha yakdillikka kela olmaydi va qurollangan to'qnashuvlar sodir bo'lib turadi. Ispaniya vorisligi uchun urush davridan boshlab Avstriyaning ittifoqdoshi bo'lgan Britaniya u bilan diplomatik aloqalarni uzadi. Avstriyaning dushmani Prussiya bilan ittifoqqa kirishadi. Prussiya yaqinda Avstriyadan Sileziyani olib qo'ygan edi. Avstriya revansh olmoqchi, Britaniya esa uni qo'llab-quvvatlash niyatida emas. Qolaversa, Prussiya juda qudratli o'yinchiga aylanayotgan ekan, uning yordamida Angliya o'zining tarixiy dushmani Fransiyani tiyib turishi mumkin. Buni ko'rgan Fransiya va Avstriya bir-biri bilan dushman bo'lishiga qaramay birlashadi. Natijada Yevropada diplomatik inqilob yoki alyanslar o'zgarishi yuz beradi. Bunday o'zgarishlar 7 yillik urushga aylanib ketadi. Mazkur urush tarixda birinchi bor Yer sayyorasining deyarli barcha mintaqalarida olib boriladi. Harbiy harakatlar Yevropa, Amerika, Hindiston va Afrikada olib boriladi. Uni ba'zan haqiqiy birinchi jahon urushi ham deb atashadi. Britaniya, Gannover va Prussiya, Portugaliya hamda kichik nemis davlatlari birgalikda Fransiya, Avstriya, Rossiya, Shvetsiya va Saksoniya hamda boshqa kichik nemis davlatlariga qarshi jang qiladi. Yevropada boshlangan ushbu urush doirasida britaniyaliklar Plessi jangida Bengaliya hukmdorini va uning fransuz ittifoqchilarini mag'lub etib, Bengaliyani Ost Hindiston nazoratiga oladi. 7 yillik urush yakuniga ko'ra Angliya Fransiyadan Amerikadagi yangi Fransiyani olib qo'yadi. Ispaniya Floridani Britaniyaga topshiradi. Ispaniya urushda Fransiyaning ittifoqdoshi ediki, urush sababli vujudga kelgan yo'qotishlarni kompensatsiya qilish va bu yerlar kelajakda Britaniyaga o'tib ketmasligi uchun Fransiya o'ziga tegishli Luizianani Ispaniyaga hadya etadi. Fransuzlar Hindistonda kichik anklavlarini saqlab qolsa-da, harbiy cheklovlar o'rnatilib, inglizlarni qo'llab-quvvatlash sharti qo'yiladi. Fransiya Hindistonga egalik qilish umididan to'liq voz kechadi.
Boburiylar imperiyasi so'nib borarkan paydo bo'lgan vakuumni to'ldirish maqsadida Britaniya kelgusida kuch ishlatish bilan qo'rqitib, yollangan hindistonlik askarlar, ya'ni sipohiylar kuchi bilan Hindistonni bosib olishga kirishadi. Boshqacha qilib aytganda, hindlarning o'zi Hindistonni Britaniyaga bo'ysundirib beradi. Buyuk Britaniya va uning 13 ta koloniyasi o'rtasida munosabatlar borgan sari taranglashadi. 7 yillik urushdan keyin charchab qolgan metropoliya zararlarni qoplash uchun kolonistlarning roziligisiz koloniyalarda yangi soliqlar joriy etadi. Asl amerikaliklar bilan munosabatlarni yaxshilash maqsadida qirol Appalachi tog'larining g'arbiy tarafida hindularga yerlar ajratib beradi. Kolonistlar u yerlarga kirib borishi taqiqlanadi. Keyinchalik import solig'i va muhr uchun gerb to'lovlari o'rnatiladi. Kolonistlar bunday qarorlardan norozi bo'ladi. Kolonistlar javoban ularning vakillarini ham Britaniyaning qonun chiqaruvchi organlariga qo'shishlarini so'raydi. Parlamentda deputatlarimiz yo'q ekan, soliqlar ham yo'q deya Amerika inqilobi boshlanadi. 1765-yilda Lancashire'da James Hargreaves Jenny nomli ip yigirish mashinasini yaratadi. Jenny eski stanoklarga qaraganda 6 marta ko'proq ip yigirib, kamida 5 ta ishchi kuchini qisqartirardi. Bu sanoat inqilobi boshlanganligini va qo'l mehnati stanoklarga almashtirilishini anglatar edi. Ishlab chiqarish jarayonlari manufakturadan fabrikalar tizimiga o'tadi. Bengaliyada suvchechak o'spa tarqaladi va mavsum yaxshi kelmaydi. Britaniyaning Ost-Hind kompaniyasi Bengaliyada soliqlarni o'ndirish huquqini qo'lga kiritgan edi. Ammo mahalliy ijro organi hamon Hind hokimining qo'lida qoladi. Natijada inglizlar Boburiylar o'rnatgan soliq tizimini uncha yaxshi tushunmaydi. Qolaversa soliqlarni yig'ish uchun kompaniya xodimlarining soni yetmaydi. Shunda daromadning ma'lum qismini bizga berib, qolganini o'zlaringda qoldiringlar deb inglizlar mahalliy ijro organlariga murojaat qiladi. Ular esa ana berdi xudo, 4-5 so'm bizga ham qolarmikan deya mavsumga ham qaramay, epidemiyaga ham qaramay dehqonlarni ayovsiz soliqqa tortishni boshlaydi. Bundan tashqari inglizlar harbiylari uchun hamma guruchni sotib olib qo'yadi. Natijada guruch narxi ko'tariladi. Hind mulozimlari chayqovchilik qilib, qolgan guruchning narxini ham sun'iy ravishda ko'tarib yuboradi. Bu esa 1 milliondan ziyod insonni o'zi bilan olib ketgan buyuk Bengaliya ocharchiligiga olib keladi. Bu voqealar sababli Ost-India kompaniyasining aksiyalari keskin tushib ketadi. Kompaniya bankrotlik yoqasiga kelib qoladi. Portugallar va ispanlar va hattoki gollandiyaliklar Avstraliyaga bir necha bor tashrif buyurgan edi. Ammo ob-havo noqulayligi va tabiiy boyliklari yo'qdek ko'ringanligi sababli ular bu yerlarda qo'nim topmaydi. 1770-yilda britaniyalik dengizchi James Cook Avstraliyaning janubiy qirg'oqlarini o'rganadi va unga yangi Janubiy Wales nomini beradi. Amerikada choy importiga bojlar o'rnatilgan ekan, kolonistlar Gollandiya respublikasidan arzon kontrabanda choylarini sotib oladi. Usiz ham Bengaliya voqealari sababli qiynalib qolgan Ost-Hindiston kompaniyasi nisbatan qimmat choylarini Amerikada sotolmay qoladi. Shuning uchun u parlamentga murojaat qilib, choylarini bojsiz sotishga erishadi. Ya'ni narxlarni tushirishga erishadi. Ancha xafa bo'lgan amerikaliklar bunaqa choralarga qarshi chiqib, ularning kemalarini portlariga kiritmaydi. 16-dekabr 1773-yilda Bostonning portida kolonistlar hindularning kiyimlarini kiyib, kompaniyaning kemasiga chiqadi va choylarini dengizga uloqtiradi. G'azablangan London koloniyalarda boshqaruvni kuchaytirish maqsadida chidab bo'lmas deb ataluvchi qator qonunlarni qabul qiladi. Boston porti yopiladi. Britaniyalik mulozimlar yoki askarlar Amerikada jinoyat qilgan taqdirda ularni Angliyaga olib kelib jazolash belgilab qo'yiladi. George Washington mazkur qonunni qotillar qonuni deb nomlaydi. Ya'ni jinoyat qilgan ingliz harbiylarini javobgarlikdan qutqaruvchi va amerikaliklarning haq-huquqlarini poymol qiluvchi qonun deb baholaydi.
1774-yilda 13 ta koloniyadan 12 tasi yig'ilib, birinchi Continental Kongressni tashkil qiladi. Ular ingliz tovarlarini boykot qilishga kelishib oladi. Patriotlar nomini olgan kolonistlar va qizil mundirlar o'rtasida vujudga kelgan bir necha harbiy to'qnashuvlardan so'ng Amerika inqilobi mustaqillik urushiga o'tib ketadi. Patriotlarni yanchib tashlash uchun Albion Amerikaga harbiy qo'shinlarini jo'natadi. Kolonistlar mustaqillik deklaratsiyasini bayon qilib, Amerika Qo'shma Shtatlarini e'lon qiladi. Fransuzlar va ispanlar urushga qo'shilishi natijasida amerikaliklar inglizlardan ustun keladi va Yorktowndagi qaqshatqich mag'lubiyatdan so'ng Britaniya tinchlik kelishuvi haqida og'iz ocha boshlaydi. Yaqinda qo'lga kiritilgan Florida Ispaniyaga qaytarib beriladi. Urushda Gollandiya ham amerikaliklarga yordam ko'rsatgan edi. Ammo urush yakunida Gollandiya o'zining hukmdor saltanat mavqeini to'liq qo'ldan chiqaradi. Amerika Qo'shma Shtatlari mustaqillikni qo'lga kiritgan birinchi koloniyaga aylanadi. Endi eslang, Mayflower kelishuvi qanaqa edi? To'g'ri, o'zini o'zi boshqarish. Ushbu tamoyil boshdan bosh kolonistlar yuragida yashab kelayotganligi namoyon bo'ladi. Urushdan keyin AQSh va Buyuk Britaniya o'rtasida rivojlanadigan savdo shotlandiyalik iqtisodchi Adam Smithning so'zlarini tasdiqlaydi. U deydiki, merkantilist siyosat o'rniga, ya'ni importni kamaytirib, eksport hajmini oshirish siyosati o'rniga erkin savdo siyosatini yuritish kerak. Amerikadagi eng zich koloniyasini yo'qotgan Britaniya e'tiborini endi Amerikadan Osiyoga qaratadi. Shu vaqtlarda James Watt bundan deyarli 70 yil oldin Thomas Newcomen tomonidan yaratilgan birinchi bug'li dvigatelni takomillashtiradi va bug'li mashina endilikda tekstil sanoati va boshqa sohalarning energiya manbasiga aylanadi. Buning ketidan Britaniya dunyodagi eng birinchi bug'li kemalar va bug'li poyezdlarni yaratadi. Metallurgiya rivojlanib, sof temir olish yo'lga qo'yiladi. Mashinasozlik, ko'mir sanoati, tokerlik stanoklari va drel kabi uskunalar paydo bo'ladi. Sanoat inqilobi inglizlarni boshqa xalqlarga nisbatan ancha yuqori darajaga olib chiqadi. Bunday yutuqlarning barchasi ilm-fan va fikrlashda millatga erkinlikni bergan Angliya inqilobining mevalari edi. Britaniya jinoyatchilarni 13 ta koloniyaga jo'natar edi. Biroq Qo'shma Shtatlar qo'ldan chiqqach, ularni Avstraliyaga jo'natish boshlanadi. Jinoyatchilar o'zlari bilan bu yerlarga kasallik va zulm olib keladi. Mahalliy aholiga ofat keladi. 1789-yilda Fransiyada Buyuk Fransuz inqilobi yuz beradi. Oddiy aholidan iborat qatlam davlat to'ntaruvini sodir etib, qirol Ludovik 16 va uning rafiqasi Maria Antoinettani gilyotinada boshidan judo qiladi. Fransiya monarxiyadan respublika boshqaruviga o'tadi. Voqealarni kuzatib turgan Yevropaning monarxlari bunaqa g'oyalar ularning mamlakatiga ham kirib kelishlaridan qo'rqadi. Britaniya ham inqilob eksport qilinishiga qarshi edi. Xalqaro sahnaga chiqqan Napoleon Britaniyaga qarshi urush qilishni niyat qiladi. Ammo qirollik floti dengiz hukmdoriga aylanib ulgurgan ekan, Napoleon orolga bostirib bora olmasligini tushunadi. Shunda u inglizlarning eng muhim koloniyasi Hindistonga zarba berishni reja qiladi. Buning uchun u avvaliga Misrni qo'lga kiritishi kerak. Biroq britaniyalik admiral Nelson Misrga kelgan fransuzlarning flotini to'liq yo'q qiladi va Napoleonni Misrda izolyatsiyaga tushiradi. Shunga qaramasdan Napoleon Misrda ketma-ket g'alabalarni qo'lga kiritadi. Hatto inglizlar boshchiligidagi turklar qo'shinlarini ham mag'lub etadi. Bu shuni anglatar ediki, inglizlar dengizda kuchli, ammo quruqlikda ancha zaif bo'lgan. Amerika va Fransuz inqiloblaridan ruhlanib, Irlandiyada ham qo'zg'olon yuz beradi. Bu yerlarda Fransiyaning ta'siri kuchayishidan qo'rqib, Buyuk Britaniya Irlandiyaning mustaqilligini cheklash maqsadida u bilan birlashadi va mamlakat Birlashgan Qirollik nomini oladi.
Napoleon Britaniyani zabt etish maqsadidan voz kechmaydi. Buning uchun unga kuchli flot kerak. Shunda u ittifoqdoshi Ispaniya floti yordamida orolga hujum qilishga tayyorlanadi. Biroq inglizlar Napoleonning rejalarini barbod qiladi. Ular Britaniyaga qarab kelayotgan Ispano-Fransiya kemalarini mag'lub etib, keyinchalik Trafalgar jangida ikkala mamlakatning flotini to'liq yakson qiladi. Britaniya endi shubhasiz dengiz qirolichasiga aylanadi. Qirollik bamisoli Poseidonning uch tishli ayrini qo'lga kiritgandek. Napoleon urushlarida Britaniya, Avstriya, Rossiya, Prussiyani fransuzlarga qarshi moliyaviy qo'llab-quvvatlaydi. Bunga javoban Yevropaning mamlakatlarini mag'lub etib, ularni ittifoqdoshga aylantirgan Napoleon ular bilan birgalikda Britaniyaga qarshi blokada o'rnatadi. Biroq inglizlarning an'anaviy ittifoqchisi Portugaliya kelishuvga qo'shilmaydi. Shunda Fransiya Lissabonni bosib oladi. Ammo Portugaliyadan keyin Ispaniyani ham bosib olgan fransuzlar ispanlarning g'azabiga duch keladi. Shu orada inglizlar Portugaliyaga kelib tushadi. Shu vaqtlarda Amerika Qo'shma Shtatlari Fransiya bilan savdo faoliyatini olib borardi. Inglizlar fransuzlarga dushman ekan, bunday savdo aloqalari ularga yoqmaydi. Birlashgan Qirollik ko'plab amerikalik dengizchilarni dezertirlikda ayblaydi, ya'ni go'yoki ular Britaniya askarlari bo'lgan-u, urush sababli ular Amerikaga qochib kemalarda faoliyat yuritayotgan deb baholanadi va majburan Angliyaga jo'natiladi. Qirollik Qo'shma Shtatlarga qarshi kurash olib borayotgan hindularni qo'llab-quvvatlar edi. Bundan tashqari, AQSh ham Kanadani qisman yoki to'liq anneksiya qilish niyatidan xoli emas. Amerikaning urush burgutlari Britaniyaga urush e'lon qiladi. Bu urush 2-Amerika mustaqillik urushi nomini oladi. 1814-yilda Britaniyaliklar ispanlar va portugaliyaliklar yordamida Napoleon qo'shinlarini Pireneya yarimorolidan quvib chiqaradi. Moskvani egallab, keyin uni yoqib yuborgan Napoleon endilikda ruslar boshchiligida kelayotgan koalitsiyaga qarshilik qila olmaydi. Napoleon mag'lub bo'ladi va Elba oroliga surgun qilinadi. Fransiya muammosidan xoli bo'lgan inglizlar e'tiborini endi yangi bo'yvachchalarga, ya'ni amerikaliklarga qaratadi. Buyuk ko'llarda ular pozitsiyalarini qo'ldan chiqargan edi. Biroq 2500 nafar askarlar bilan ular Qo'shma Shtatlar poytaxtiga kirib kelib, bilasizmi nima qiladi? Napoleon Moskvani yoqib yuborgandek, ular ham Vashingtonni yoqib yuboradi. Britaniya kemalari AQShni to'liq blokada qilib qo'yadi. Bu shtatlarning iqtisodiyotiga katta talofat yetkazadi. Ko'p o'tmay AQSh va Britaniya tinchlik shartnomasini tuzib, holat urushgacha bo'lgan qiyofaga keltiriladi. Napoleon yana Fransiyaga qaytib kelib, hokimiyatni qo'lga kiritarkan, Waterloo jangida Bonaparte Arthur Wesley Wellingtonga to'liq mag'lub bo'ladi. Hali 18-asrdayoq Angliya oltin standartni qabul qilgandi. Bu degani qog'oz pullarning qiymati g'aznadagi oltin miqdori bilan kafolatlangan. Ammo Napoleon Britaniyaga bostirib kelish bilan bog'liq moliyaviy vahima sababli aholi qo'rqib, qog'oz pullarni zaxiradagi oltinlarga almashtirib g'aznani bo'shatib qo'yadi. Bundan tashqari urush xarajatlari sababli ham milliy oltin tashqariga chiqib ketadi. Shuning uchun Angliya banki oltin standartdan voz kechib, urush xarajatlarini qoplash uchun qog'oz pullarini chiqarishni boshlagandi. Urushdan keyin o'zini tiklab olgan qirollik 1819-yilda yana qayta oltin standartga qaytadi. Qo'llardagi pullar yana shunchaki qog'oz emas, balki istagan vaqt tillaga almashtirilishi mumkin bo'lgan valyutaga aylanadi. 1820-yillardan boshlab Britaniya o'zining savdo yo'llari va kemalarini himoya qilish maqsadida qaroqchilikka qarshi kurashishni boshlaydi. Ular jazolash ekspeditsiyasini o'tkazib, qaroqchilar sohili deb nomlanuvchi hududlarni qo'lga kiritadi. 1830-yilga kelib Liverpool va Manchester o'rtasida dunyodagi eng birinchi to'liq bug' bilan ishlaydigan poyezd ishga tushiriladi. Liverpool portiga yetkazilgan xomashyo temir yo'l orqali Manchesterga yetkaziladi. Shakar ishlab chiqarish ilgari juda daromadli soha bo'lgan. Buning uchun Britaniya Karib baseynidagi orollarda ulkan shakar dalalarini yaratadi. Biroq Kuba va Braziliyada ham sanoqsiz shakar zavodlari ochilishi natijasida bozor shakarga to'yinadi. Bundan tashqari, yangicha uslublarda shakarni olish jahon bozorida uning narxi tushib ketishiga olib keladi.
Sanoat inqilobi sababli paydo bo'lgan fabrika va tekstil mahsulotlari esa mamlakat eksportining katta qismiga aylanadi. Bu degani qul talab qiladigan sohalar o'z jozibadorligini yo'qotishni boshlagandi. Bu masalaning iqtisodiy tarafi bo'lsa, ma'naviy tarafi shunday ediki, Yamaykada Sam Sharp boshchiligida qullar ozodlik talab qilib qo'zg'olon ko'taradi. Oqibatda qirollik ichida abolitsionizm harakatlari qulchilikni qoralab chiqadi. 1839-yilda qirollik va uning koloniyalarida qulchilik bekor qilinadi. Napoleonni mag'lub etgan Britaniya jahon jandarmiga aylanadi. Pax Britannicani yaratib, muhtasham yakkalik tashqi siyosatini yuritadi. Ya'ni u hech qachon biror bir davlat bilan doimiy ittifoq tuzmaydi. Bu esa unga maksimal darajada erkin harakat qilishga imkon yaratardi. Yevropaning ichki nizolaridan yiroqda yuradi. Qanaqadir doimiy ittifoqlar tuzish Britaniyaga yarashmas edi. U endi juda kuchli, qo'llari uzun va janjalkash Yevropaning ur-tep yiqit siyosatidan xoli turishni istardi. Jahonda yo'q ediki biror bir davlat yoki imperiya unga qarshi tura olsa. Faqatgina Yevropaning eng sharqida doim qorli va sovuq olis o'rmonlar ortida yashaydigan ayiqning nafasi uni qo'rqitar edi. Rossiya imperiyasining Eron va Usmonlilar ustidan birin-ketin g'alaba qozonishi uning ishtahasi naqadar zo'r ekanligini ko'rsatar edi. Ruslar quruqlikdan Hindistonga kelishini taxmin qilgan Birlashgan Qirollik buning oldini olish uchun Afg'onistonga kirib keladi. Taxtga inglizlarga xayrixoh bo'lgan amirni qo'yadi. Ammo 2 yil o'tib afg'onlar qo'zg'olon ko'taradi. Natijada ortga chekinayotgan inglizlar afg'onlar tomonidan to'liq qirib tashlanadi. Keyinchalik taxtdan olingan amir yana hokimiyatga qaytadi. Bu Britaniyaning Osiyodagi eng sharmandali va falokatli urushiga aylanadi. Urush Britaniya va Rossiyaning Markaziy Osiyo uchun kurashishni anglatuvchi buyuk o'yinni boshlab beradi. Bir necha 10 yillardan keyin Britaniya Afg'onistonning ma'lum hududlarida o'rnashib qolishga muvaffaq bo'ladi. Buyuk o'yin qirolicha Viktoriya boshchiligida yuritiladi. Viktoriya davri yuksak ma'naviyat va madaniyat standartlarini belgilab, ularni koloniyalarga ham targ'ib etadi. Viktorian zamonasi tarixda o'ziga xos xususiyat va qiyofani shakllantiradi. Chiroyli xulqqa ega, o'qimishli, ma'naviy boy, ayrim hollarda moliyaviy mustaqil bo'lgan kishilar, jentelmenlar paydo bo'ladi. Britaniya imperiyasi so'nib borayotgan Ispaniya imperiyasiga tegishli bo'lgan tepasida quyosh botmas imperiya nomini oladi. Birlashgan Qirollik Xitoydan juda katta hajmda choy sotib olishni yo'lga qo'yadi. Sin imperiyasi inglizlardan deyarli hech narsa xarid qilmaydi. Bu degani inglizlarning kumush tillalari Xitoyda qoladi va qaytmaydi. Savdodagi bunday nomutanosiblikni to'g'irlash uchun britaniyaliklar Bengaliya dalalarida o'stirilgan afyunni Xitoyga sotishni boshlaydi. Biroq Sin hukumati opiumni noqonuniy deb taqiqlab qo'yadi va olib kelingan tovarlar yo'q qilinadi. Javoban inglizlar Xitoyga qarshi urush ochadi. Urushda inglizlar ilk bor bug'li temir kemadan foydalanishadi. Mag'lub bo'lgan Xitoy yarim koloniyaga aylantiriladi, afyun sotish legallashtiriladi. Gonkong umrbod Britaniya boshqaruviga o'tkaziladi. 14 yildan keyin ikkinchi opium urushi boshlanib, Xitoy to'liq inglizlarning oyog'i ostiga tashlanadi. O'sha yillarda Yangi Zelandiyaning ham mustamlaka qilinishi boshlanadi. 1858-yilda inglizlar mis simlari yordamida eski dunyoni yangi dunyo bilan bog'laydi. Kommunikatsiya vazifasini bajaruvchi transatlantik telegraf kabeli yordamida qirolicha Viktoriya va Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti James Buchanan telegraf orqali bir-birlarini tabriklaydi. Bundan 30 yil oldin qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash uchun qirollik chetdan olib kelinadigan don mahsulotlariga import bojini o'rnatgan edi. Bu haqiqatdan ham agrar sohani rivojlantiradi.
Ammo sanoat inqilobidan keyin shaharlarda oylikka ishlovchi aholining soni ko'paygan va ular non qimmatlashganidan doim norozi edi. Ular fabrika rahbarlaridan oylik ko'tarilishini talab qiladi. Adam Smithning erkin iqtisodiyot va erkin savdo to'g'risidagi g'oyalari ommalashadi. 1845-yilda Irlandiyada yuz bergan buyuk ocharchilikdan keyin hukumat donli mahsulotlarga qo'yilgan soliqlarni olib tashlaydi. Bu voqea Britaniya tarixidagi eng muhim burilishlardan biri bo'lib, proteksionizm unutilib, erkin savdoga o'tish boshlanadi. Qaram urushida Usmonlilar tarafida qatnashgan Britaniya va Fransiya Rossiyaga qaqshatqich mag'lubiyat yetkazadi. Uning bug'li kemalari Rossiyaning yelkanli kemalaridan ustun keladi. 1857-yilda haq-huquqlari qisqarib borayotgan va Britaniyaning kolonial siyosatida noroziligi oshib borayotgan Hind harbiylari Hindiston qo'zg'olonini amalga oshiradi. Ikkala taraf ham ayovsiz bir-birini qirg'in qiladi. Qurbonlarning katta qismi oddiy aholi. Bunday boshqaruv va yovuzlikka yo'l qo'ygan Britaniyaning Ost-Hindiston kompaniyasiga barham beriladi. Hindiston boshqaruvi Britaniya tojiga o'tkaziladi. Qo'zg'olonda ishtirok etgan Bahodir shoh surgun qilinadi va Boburiylar sulolasining boshqaruviga chek qo'yiladi. Qirolicha Viktoriya Hindiston imperatritsasi titulini oladi. 1863-yilda dunyodagi eng birinchi metropoliten Londonda qurib bitkaziladi. Buyuk Britaniyadagi aql bovar qilmas yutuqlar qanaqadir o'zga sayyoraliklarning mamlakatini eslatardi. Yer taqsimlanishida dehqonlarning haq-huquqlari cheklanganligi, hokimiyat ishlarida oddiy aholining xohish irodasi inobatga olinmasligi, soliqlar yuqoriligi, qashshoqlik esa tobora jiddiylashib borayotganligi sababli yuqori va quyi Kanadada qo'zg'olonlar bo'lib o'tadi. To'polon kelib chiqish sabablarini o'rgangan Lord Durham metropoliyaga o'zining hisobotini jo'natadi va yuqori hamda quyi Kanadani birlashtirib ularga o'zini o'zi boshqarish vakolatini taqdim etishni taklif qiladi. Taklif ma'qullanib, yagona Kanada provinsiyasi yaratiladi. Avvaliga Yangi Shotlandiyaga va keyinchalik butunlay Kanadaga ichki ishlarini o'zlari boshqarishlariga ruxsat beriladi. Yana deyarli 50 yildan so'ng ularga rasman Britaniya dominioni statusi beriladi. Ya'ni ichki va tashqi ishlarda Britaniyaga bo'ysunuvchi, lekin o'zini o'zi boshqaruvchi mamlakat demakdir. Shunday qilib, oq tanlilardan iborat ingliz koloniyalari ancha erkinroq yashashni boshlaydi. 1870-yilda majburiy ta'lim to'g'risida qonun qabul qilinib, 5 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalarni o'qishga jalb qilish boshlanadi. Kolonizatorlar Afrikaning ichiga ekspeditsiyalar uyushtiradi. Qit'a foydali qazilmalar va resurslarga boy ekanligi ma'lum bo'ladi. 1884-yilda Germaniyada Berlin konferensiyasi tashkil qilinib, yevropaliklar Afrikani mustamlaka qilish qoidalarini tuzib chiqadi. Misr qog'ozda Usmonlilarga qarashli bo'lsa-da, de facto inglizlarning satellitiga aylangan edi. Britaniya Misrni paxta yetkazib beruvchi koloniyaga aylantirib qo'yadi. Paxtachilikdan boshqa sohalar rivojlanishiga atayin yo'l qo'yilmaydi. Shu vaqtgacha saylovlarda faqat yer egalari va aristokratlar ishtirok etgan bo'lsa, bir necha qonunlar qabul qilinib, saylov huquqlari qishloq xo'jaligi ishchilari va mayda fermerlarga ham beriladi. Oddiy odamlarning ham xohishlari inobatga olinadi. Demokratiya Britaniyada yanada kuchayadi. Misrdagi Suvash kanalining aksiyalari fransuzlar va inglizlar qo'lida. Aksiyalarning katta qismi fransuzlarga tegishli ekan, ular inglizlarni bu yerlardan siqib chiqarmoqchi bo'ladi. Ammo Misr Britaniya nazoratida. Shunda Fransiya va Britaniya kelishib kanalga neytral hudud statusini berishadi. Qisqa muddatda yevropaliklar, shu jumladan Britaniya ham Afrikaning ulkan hududlarini mustamlaka qiladi. Afrikaning janubida aniqlangan olmos va oltin topilmalaridan keyin britaniyaliklar gollandiyaliklarning avlodlari bo'rlar tomonidan yaratilgan Transvaal va Oranj respublikasini bosib oladi. 1901-yilda Britaniya imperiyasining eng qudratli va mashhur monarxi qirolicha Viktoriya vafot etadi. Bu viktorian zamonasi yakunlanganligini anglatardi.
Gannoverlar sulolasi uzilib, hokimiyatga uning o'g'li Eduard VII Saksen-Coburg-Gott sulolasi keladi. 1902-yilga kelib imperiyaning hududlari All Red Line telegraf kabellari bilan o'zaro bog'lanadi. Bu esa unga imperiyani boshqarishda va himoya qilishda katta yordam ko'rsatadi. 1907-yilda Britaniya Rossiya bilan Markaziy Osiyodagi ta'sir zonalarini belgilab olib, ikkala mamlakat o'rtasida munosabatlar biroz yaxshilanadi. 1914-yilning 4-avgust kunida Britaniya Belgiyaga bostirib kelgan Germaniyaga urush e'lon qiladi. Qirollik Rossiya va Fransiya bilan birgalikda Antanta ittifoqini tuzib, markaziy saltanatlar Germaniya, Avstriya-Vengriya va Usmoniylar imperiyalari bilan jang qiladi. Birinchi jahon urushi ko'p millatlarni jang maydoniga jalb qilgan bo'lsa-da, g'alaba asosan Britaniyaning kuchi, shu jumladan Hindiston, Avstraliya va Kanadadan keltirilgan askarlar va diplomatik yutuqlar hisobiga qo'lga kiritiladi. 700 mingga yaqin aholisi qurbon bo'ladi. Urush vaqtida Georg V kelib chiqishi nemislarga bog'langanligini unutish uchun sulola nomini Saksen-Coburg-Gottdan Windsorlar nomiga o'zgartiradi. Albion Millatlar Ligasi xalqaro tashkiloti yaratilishiga ham katta hissa qo'shadi. Qirollik urushdagi xarajatlar sababli Amerika Qo'shma Shtatlaridan katta qarzlar olgan edi. Imperiya so'nish davriga kirgan va deyarli 100 yil oldin qo'ldan chiqargan koloniyalariga o'z pozitsiyasini topshirayotgan edi. Lekin bu davrda Britaniya Usmoniylar yerlarini va Afrikadagi Germaniya koloniyalarini qo'lga kiritadi. Imperiya hudud jihatdan tarixdagi eng katta davlatga aylanib, o'zining maksimumiga yetadi. Aholisi 450 million kishini tashkil qiladigan imperiyaning maydoni 33 million kvadrat kilometrgacha kengayadi. Urushdan oldin Britaniya Irlandiyaga o'z-o'zini boshqarish vakolatini bermoqchi edi, lekin urush sababli jarayon to'xtab qoladi. 1919-yilda Irlandiyada mustaqillik urushi boshlanib, mamlakat avvaliga dominion statusini oladi va 30-yillarga kelib to'liq suveren davlatga aylanadi. Misrga ham cheklangan mustaqillik beriladi. Bundan tashqari Hindistonda ham Mahatma Gandhi boshchiligida o'tkaziladigan tinimsiz bo'ysunmaslik, boykotlar va namoyishlar Britaniya hokimiyatini susaytiradi. Angliyaning o'zida ham urushdan keyin ahvol yaxshi emas. Shaxtalarda oylik maoshlar qisqartirilib, ish vaqti esa aksincha uzaytirilishi natijasida shaxtyorlar va keyinchalik ularga qo'shilib temir yo'lchilar, temir ishlab chiqarish sanoati xodimlari va kemasozlik sohalarining vakillari zabastovka uyushtiradi. Ammo hukumat qarorida qat'iy turadi. Shaxtyorlar ishlashga majbur bo'ladi. Amerikada yuz bergan Buyuk depressiya inqilobi Angliyaga o'z ta'sirini ko'rsatadi. 2,5 millionga yaqin inson ishsiz qoladi. Funt sterling oltin standartga bog'langan ekan, Britaniya qarzlarini qaytarganida zaxiradagi oltin xorijga chiqib ketadi. Shunda Angliya qarzlarni qaytarishdan voz kechadi. Pul chetga chiqib ketmasligi uchun savdo faqat imperiya ichida yo'lga qo'yiladi. Bu esa jahon savdosini to'xtatib qo'yadi. Jahon savdosi 3 yil ichida 36 milliard dollardan 12 milliard dollarga qisqarib ketadi. Albatta, imperiya qudratini hali to'liq yo'qotgani yo'q va yutuqlar ham bor edi. Alexander Fleming millionlab insonlarning umrini saqlab qoladigan tarixdagi ilk antibiotikni o'ylab topadi. Dori penitsilin nomini oladi. 1932-yilda John Cockcroft va Ernest Walton ilk bor atomni parchalashga erishadi va yadroviy tadqiqotlarni boshlab beradi. Birinchi jahon urushi uchun aybdor deb topilgan Germaniya unga qo'yilgan cheklovlar va reparatsiyalarni haqorat deb qabul qiladi. Hokimiyatga kelgan Adolf Hitler 1939-yilda SSSR bilan birgalikda Polshani bo'lib oladi. Polshaga kafil bo'lgan Birlashgan Qirollik va Fransiya 3-Reyxga qarshi urush e'lon qiladi. Fransiyani ham tezda bosib olgan Germaniya o'z diqqatini Birlashgan Qirollikka qaratadi, ammo dengiz qirolichasi hamon suvlarni o'ziga bo'ysundirgan orolga suzib o'tmoqchi bo'lganlarni dengizga g'arq qilardi. Shunda nemislarning Luftwaffesi Angliyaga havodan zarbalar beradi. Biroq ko'zga ko'rinadigan natijalarga erishilmagach, Hitler e'tiborini SSSRga qaratadi. Urushda Birlashgan Qirollik bahaybat monstrga aylanib ulgurgan imperiyani to'liq harakatga keltiradi. Koloniya va dominionlardan askarlar, qurol-yarog' va oziq-ovqatlar olib kelinadi.
Bundan tashqari Amerika ham yordam ko'rsatishni boshlaydi. Bunga javoban nemis submarinalari Britaniyaga suzuvchi kemalarni hujumga tutadi. Britaniya esa Germaniyaning shaharlarini ayovsiz bombardirovka qilishni boshlaydi. Ittifoqchilar Italiya va keyinchalik Fransiyani ozod etadi. 1945-yilda natsistlar Germaniyasi mag'lub bo'ladi. Biroq urushdan keyin Buyuk Britaniya to'liq bankrotlikka uchragan va qarzlarga botgan edi. Lekin u yaqinda tashkil qilingan Birlashgan Millatlar Tashkilotining a'zosiga aylanib, xalqaro arenada o'z ta'sirini saqlab qoladi. Urushdan keyin mustaqillik masalasini ko'rib chiqishni va'da qilgan Britaniya Hindistonda shakllangan Kongress partiyasi va Musulmonlar ligasi bilan uchrashadi. Britaniya tojining javohiri hisoblangan Hindistonga mustaqillik taqdim etiladi. Dunyo siyosiy xaritasida Hindiston va Pokiston davlatlari paydo bo'ladi. Britaniya imperiyasini imperiya qilib turgan Hindiston qo'ldan ketishi imperiyaning qulaganligini anglatardi. Ko'p o'tmay Ceylon, hozirgi Shri Lanka ham ozod etiladi. 1952-yilga taxtga qirolicha Yelizaveta II keladi. Shu yilning o'zida qirollik o'zining yadroviy qurolini sinovdan o'tkazadi. 1956-yilda Buyuk Britaniya so'nggi bor o'zining gegemonligini namoyish etishga urinib ko'radi. Qirollik Fransiya va Isroil bilan birgalikda Suvaysh kanalini bosib oladi. Lekin dunyo egalari endi o'zgargan edi. Endilikda o'yin qoidalarini Amerika Qo'shma Shtatlari va SSSR belgilardi. Ularning bosimini ko'tara olmagan sobiq qudratli imperiyalar hududdan chiqib ketishga majbur bo'ladi. Aynan shunda Buyuk Britaniya super davlat, super saltanat maqomini qo'ldan chiqaradi. Qirollik sovuq urushda Amerikaning ittifoqchisi bo'lishiga qaramasdan AQSh va SSSRning mustamlakachilikka qarshi siyosatiga bardosh bera olmaydi. Gana mustaqilligini qo'lga kiritganidan keyin 1960-yilda Britaniyaning bosh vaziri Harold Macmillan Janubiy Afrikaga tashrif uyushtiradi. U Afrikaga ham o'zgarishlar shamoli yetib kelayotganligini aytadi. Bu degani Afrika millatlari o'z mustaqilliklarini qo'lga kiritishlari mumkin edi. Afrika yili nomini olgan 60-yilda Nigeriya, Keniya, Uganda kabi qator mamlakatlar o'z mustaqilliklarini qo'lga kiritadi. Umuman olganda 60-yillarda Britaniya yumshoq kuchdan foydalanishga o'tadi. Moda, televideniya, The Beatles va Rolling Stones kabi mashhur musiqiy guruhlar tumanli Albionni pop madaniyat markaziga aylantiradi. 1981-yilda Argentina hali Ispaniya imperiyasining davriga borib taqaladigan Falkland orollariga bostirib kiradi. Bu orollar aslida bahsli, Britaniya ham unga da'vogarlik qiladi. Bunday harakatlarga javoban Britaniya kuchli qarshi zarba beradi va orollarni qaytarib oladi. Bu esa Britaniya hali halok bo'lmaganligini, balki Arslon hozircha shunchaki uyquga ketganligini ko'rsatardi. 80-yillarda Kanada, Avstraliya va Yangi Zelandiya de yure to'liq mustaqillikni qo'lga kiritadi. 1997-yilda qirollik 155 yil avval opium urushlari yakuni bilan olib qo'yilgan Gonkongni Xitoyga qaytarib topshiradi. Bu esa imperiya tugatilganligini anglatardi. Shunday qilib, Buyuk armada suvga g'arq bo'lgandan beri hech kimga yengilmagan inglizlar, mening tilimda aytganda, faqatgina inglizlarga ustunlikni boy beradi. Ya'ni Amerikaga ko'chib ketgan inglizlargina inglizlardan o'zib keta oladi. Inglizni ingliz yengadi. Paragraf 961. Sog', salomat bo'ling.